b kvadrat tenglamalar. B kvadrat tenglamalar bu demek o'sha ax to'rtinchisi bx kvadrat plus c barobar 0 ko'rinishidagi tenglamalarga demek b kvadrat tenglamalar deyiladi. Bu yerda albatta o'sha a koeffitsient 0 ga teng emas. Ushbu b kvadrat tenglamalar demek o'sha kvadrat tenglamalarga keltirilgan holatda yechiladi. Ya'ni bu yerda bemalol o'sha x kvadratni mana t boshqa bir o'zgaruvchi kiritish orqali, ya'ni x kvadratni t orqali belgilash o'z-o'zidan berilgan b kvadrat tenglamani kvadrat tenglama ko'rinishga o'tkazadi. Va ushbu hosil bo'lgan kvadrat tenglamani yechamiz. Hosil bo'lgan o'sha t ildizlarni bevosita x kvadrat bilan tenglashtirgan holatda demak x ni qiymatlari aniqlanadi. Keling bularni demek birorta o'sha misollar yordamida yechishimiz, ko'rsatishimiz demek maqsadga muvofiq hisoblanadi. Mana x ni 4-inchisi minus mana 13x kvadrat plus mana 36 barobar 0. B kvadrat tenglamani demek mana tenglamani yeching. Tenglamani yeching demek. Bu tenglamani yechish uchun demek x kvadratni demek t deb belgilasak, natijada ushbu b kvadrat tenglama t kvadrat minus 13t plus 36 barobar 0 kabi ko'rinishga ega bo'ladi. Kvadrat tenglamani yechishimiz uchun demak mana diskriminant, ya'ni minus diskriminant teng demak mana b kvadrat minus 4ac mana koeffitsiyentlarini joy-joyiga qo'ysak hamda buni hisoblaydigan bo'lsak 144 169 minus 144 ya'ni ayirma 25 ga teng. Ya'ni bu 5 ning kvadrati. Demak t1 t2 birinchi va ikkinchi ikkita ildizni topadigan bo'lsak minus b bu 13 plus minus 5 taqsim demak mana 2 ga teng. Yig'inda bo'ladigan bo'lsa demak mana 9, ayirmasi esa demak mana 4 ga tengligi kelib chiqadi bu yerda. Demak birinchi ildiz t1 demak 9, ikkinchi ildizi demak mana 4 ga teng. Belgilashimizga muvofiq demak mana dastlab x kvadratni, ya'ni t ga tenglangan x kvadratni dastlab 9 ga, ikkinchi holatda esa x kvadratni esa 4 ga tenglaymiz. Buni natijasida mana x ning plus minus 3, bu yerda esa x teng demak plus minus 2 ekanligi kelib chiqadi. Bu yerda demak shu o'rinda o'sha bitta narsani aytib o'tish kerak. Ushbu b kvadrat tenglama demak mana x1 3 ga, x2 minus 3 ga, x3 2 ga, x ning 4-inchisi demak minus 2 ga. Ya'ni ushbu kvadrat tenglama 4 ta ildizga ega va ushbu ildizlarning demak yig'indisi 0 ekanligiga ahamiyat bering. Demak bu demak xossani hali sal keyinroq mushohada qilamiz. Demak navbatdagi b kvadrat tenglama 2x ning 4-inchisi demak mana minus x kvadrat minus 1 barobar 0 b kvadrat tenglama. Ushbu b kvadrat tenglamada ham demak yuqoridagida x kvadratni t orqali belgilaymiz. t kvadrat minus t minus 1 tenglama hosil bo'ladi. Diskriminantni hisoblasak mana minus 1 ning kvadrati minus 4 ko'paytirilgan 2 ko'paytirilgan mana minus 1. Natijada demak hisob kitob 9 ga teng ekanini ko'rsatyapti diskriminantni. t1 2 ni topsak demak minus b bu 1 plus minus demak 3 taqsim demak mana 4 ga teng. Plus bo'lsa demak 4 taqsim 4 1 ga, agar minus 1 minus 3 minus 2 demak bu minus 1 taqsim 2 ga tengligi kelib chiqadi. Dastlab demak mana x kvadratni demak t ning birinchi qiymatiga, ikkinchi holatda esa x kvadratni esa ikkinchi t ning qiymatiga tenglashtiramiz. Bu yerda x kvadrat 1 ekanligi demak x ning plus minus 1 ekanligini olib keladi, keltirib chiqaradi. X kvadratning minus 2 dan 1ligi esa ko'rinib turibdiki, o'sha manfiy son bo'lganligi bois kvadrat x kvadrat bu manfiy songa teng bo'lmasligi bilamiz biz. X kvadrat teng minus 1 taqsim 2 tenglamani ildizi mavjud emas. Demak shu bois ushbu kvadrat b kvadrat tenglamamiz demak x1 barobar 1 va x2 barobar mana minus 1 ikkita ildizga ega hisoblanadi va ularning ham ildizlarining yig'indisi ahamiyatli tarafi demak yig'indisi demak 0 ga teng. Davom etamiz. Navbatdagi b kvadrat tenglamamiz demak mana 5x ni 4-inchisi plus demak mana x kvadrat plus mana 1 barobar demak 0 ga teng. Ushbu b kvadrat
tenglamamizda demak x kvadratni mana t deb belgilashimiz mana tenglamamizni mana bunday ko'rinishga olib keladi. Va bu yerda mana diskriminantni hisoblashimiz bilan 1, ya'ni 1 ning kvadrati minus 4 ko'paytirilgan 5 ko'paygan 1 bu minus 19 ga tengligi manfiy son hosil bo'lgani bois ushbu kvadrat tenglama yechimga ega emas va o'z navbatida b kvadrat tenglama ham ildizga yechimga yoki ega emasligi kelib chiqadi. Keyingi b kvadrat tenglamani ko'raylik. Demak, bu yerda mana x ning 4-inchisi plus demak mana 5x kvadrat plus demak mana 4 teng 0 b kvadrat tenglama. Bu yerda ham x kvadratni mana t deb belgilaymiz. Unda natijada mana 5t plus 4 barobar 0 tenglik hosil bo'ladi. Diskriminantni hisoblaydigan bo'lsak, mana 25 minus 16 demak tezda hisobladik. 9 ga teng, mana t ni 1 2 birinchi ikkinchi ildizlarni topsak minus 5 plus minus 3 bo'lingan demak mana 2. Plus bo'ladigan bo'lsa mana minus 1, minus bo'ladigan bo'lsa mana minus 4. Natijada mana x kvadrat dastlab minus 1 ga tenglanadi, ikkinchi holda x kvadrat barobar minus 4 ga tenglanadi. Endi bu tenglama x kvadratni minus 1 ga teng emasligi, bo'la olmasligi va x kvadratni minus 4 ham bo'la olmasligi tufayli ildizga ega emas degan demak xulosa chiqarishimiz mumkin. Ushbu tenglama ham b kvadrat tenglama demak umumiy holatda ildizga ega emas. Ahamiyat beraylik. Mana yuqorida jami demak 4 ta b kvadrat tenglama ishladik. Jami 4 ta demak. Shulardan demak birinchisida 4 ta yechim, demak b kvadrat tenglamada mana 4 ta yechim. Tenglama yechgan b kvadrat tenglamalarimizda demak dastlabkisida demak 4 ta yechim, keyingisida demak 2 ta yechim. 3-chi va 4-chilarda demak mana ikkalasida ham demak mana bo'sh to'plam holati kuzatildi. Keling bu fikrimizni umumlashtirgan holatda o'sha b kvadratning boshqa ko'rinishdagi tenglamalarni ham tahlil qilamiz. Aytaylik, o'sha b kvadrat tenglamalarda ham a koeffitsient 0 ga teng bo'la olmaydi, b yoki c koeffitsiyenti esa demak 0 ga teng bo'lishi mumkin. Ya'ni x ning 4-inchisi minus mana 7x kvadrat teng 0 tipdagi b kvadrat tenglamalar ham mavjud. Bu tenglamani ishlash uchun demak x kvadratni qolipdan chiqaramiz mana. Ya'ni oldingilaridan farqli o'laroq, ya'ni osonroq holatda ko'paytirishlarga ajratish yo'li bilan ham ishlash mumkin. Bu yerda demak mana x kvadrat birinchi ko'paytirishni 0 ga tenglaymiz, ikkinchi ko'paytirish x kvadrat minus 7 uni ham demak 0 ga tenglaymiz. Natijada x teng 0 bitta ildiz bor. Bu yerda esa x barobar plus minus ildiz osti 7 ekanligi demak ko'rinib turibdi. Bu yerda demak ahamiyat bersak demak jami 3 ta ildizga ega ekan. Yoki mana 2x ning 4-inchisi plus mana 9x kvadrat barobar 0 b kvadrat tenglama yechishda ham xuddi shu tartibda yondashiladi. X kvadrat qavsdan chiqariladi. Qavs ichida 2x kvadrat plus 9 ifoda qoladi. Dastlab demak ko'paytirishni 0 ga tenglasak x barobar 0, ikkinchisida demak x kvadrat barobar minus 9 taqsim 2. Natijada bu x kvadrat manfiy songa teng bo'lmasligi bois ikkinchi holatda demak ildizga ega emas, birinchi holatda esa x teng 0 degan ildiz borligini demak ko'rsatib turibdi. Bu yerda demak jami bitta ildizga ega ushbu b kvadrat tenglama. Yoki yuqorida mana ikkita ko'rgan holatimizda demak mana aytish mumkin mana c koeffitsient 0 ga teng holatlar. Endi demak keling mana b koeffitsient 0 ga teng holatlardan ayrimlarini ko'raylik. B teng 0. Deylik mana x ning 4-inchisi minus 3 barobar 0. Natijada mana bu yerda mana alohida izohlasak a 1 ga teng, b 0 ga teng, c esa mana minus 3 ga teng. Bunda x ning 4-inchisini topadigan bo'lsak 3 demak x topsak plus minus demak 4-chi ildiz ostida 3. Agarda mana masalan 3x ning 4-inchisi plus masalan mana 10 teng 0. Bu yerda masalan mana a barobar 3, b 0 ga, c esa 10 ga teng hisoblanadi. Bu yerda x ning 4-inchisini topsak minus 10 taqsim 3 demak juft daraja, ya'ni 4-chi daraja manfiy son bo'lmasligi bois bu yerda tenglamani ildizi yo'q degan xulosa kelib chiqadi. Demak, umumiy holatda b kvadrat tenglamalar, demak b kvadrat tenglamalar to'rtta yechimga ega bo'lishi mumkin. 3 ta ildizga ham ega bo'lishi mumkin. 2 ta ildizga ham ega bo'lishi mumkin. Bitta ildizga ham ega bo'lishi mumkin hamda
yechimga ega bo'lmasligi mumkin. Mana yechimga ega emas. Yechimga ega emas. Ya'ni bo'sh to'plam. Demak, b kvadrat tenglamalar umumiy holatda demak 4, 3, 2, 1 va ildizga ega bo'lmaydigan ko'rinishlarga ega ekanligi kelib chiqadi. Bu yerdagi yana bitta umumiy xulosa qilish mumkin. Demak, agar b kvadrat tenglama ildizga yoki ildizlarga ega ham bo'lishi mumkin. Ildizga qavsida yozib qo'yamiz. Mana ildizlarga ega bo'lsa bu ildizlar yig'indisi doim 0 ga teng bo'ladi. Demak, doim 0 ga teng bo'ladi. Masalan, ildizi mavjud holatlarini kuzataylik. Mana bitta ildiz x teng 0, yig'indisi 0 ga teng. 3 ta ildiz mana 0 plus minus ildiz osti 7. Demak, bu yerda ham ildizlar yig'indisi 0 ga teng. Yuqoridagi tenglamalarni ham yechganda alohida o'sha ildizlar yig'indisiga 0 ga tengligiga ahamiyat berishimizni ta'kidlab o'tgan edik. Demak, bundan xulosa demak doim b kvadrat tenglama ildizlar demak ildizi mavjud bo'lsa, demak xulosa qilish mumkin bu tenglamani ildizlar barchasining yig'indisi demak 0 ga teng ekanligini. Buni og'zaki holatda yana bitta narsa oddiygina qilib izohlab berish ham mumkin. Sabab biz har doim x b kvadrat tenglamani ildizlarini topganda x kvadrat ifodani t yoki bir boshqa harfga almashtiramiz. X kvadrat ifodani musbat songa tenglaganda doim plus minus, ya'ni o'sha bir-biriga qarama-qarshi sonlar chiqqani bois ularning yig'indisi 0 bo'lishidan demak bevosita foydalanib xulosa qilinayotgan demak oxirgi xulosa hisoblanadi.